Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan sizlarning shifokoringiz doktor Jamshid. Men ushbu videoda sizlarga tana vazni norma yoki semizlik deb aytiladigan darajalarni aniqlashni, bordi semiz bo'lsangiz yoki ortiqcha vaznim bor deb hisoblasangiz, qancha ortiqcha vaznga ega ekanligingiz va qancha vazndan qutulish kerakligi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishni o'rgatib qo'yaman. Ya'ni buni siz uy sharoitida bemalol amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buning uchun bizga tarozi, bo'yni o'lchash uchun metr va bitta volontyor kerak bo'ladi. Bu akamizdan foydalanamiz. Demak, taroziga turing, marhamat. Kamerada ko'rsating, taroziga to'g'ri turib va necha kilogramm ko'rsatganimni. Necha chiqdi? 66,5 kilogramm. Endi o'lchashi to'g'ri bo'lishi uchun aslida ortiqcha kiyimlardan xalos bo'lish kerak, lekin ular hozirgi holatda ko'p ahamiyatga ega emas. Endi bo'yni o'lchaymiz. Bo'yni o'lchaydigan bo'lsak, akamiz bo'ylari 1,61 metr ekan, ya'ni 161 santimetr. Mana tushishingiz mumkin. Endi mana shu ko'rsatkichlarni bilgan holatda biz yozamiz. 66 kilogrammli odam, 66 kilogrammli erkak kishi, bo'y uzunligi taxminan 1,60 deymiz, oyoq kiyimni olib tashlagan holatda, ya'ni 1,60 santimetr. Buni metrga o'tkazadigan bo'lsak, 1,6 metr. Endi mana shu ikkala ko'rsatkichdan foydalangan holatda biz tana vazni indeksini hisoblashimiz kerak. Ya'ni tana vazni bo'y uzunligiga qanchalik mutanosib. Bir xil odamlar bo'ladi, bo'yi past, lekin vazni ortiqcha. Bu degani semizlik degani. Ya'ni shuning uchun mana shu ko'rsatkichni hisoblaymiz. Buning uchun tana vazni indeksi, ya'ni tana vazni indeksi biz massani olamiz. Massa kilogrammlarda bo'lishi kerak va bo'y uzunligi. Buni uzunlik sifatida ko'rsataman va bu metrlarda bo'lishi kerak. Va buni darajasiga ko'taramiz. Nima degani bu? Massa 66 kilogramm bo'lingan 1,6 metrning kvadratiga. Kvadratini hisoblashni menimcha bilasizlar, 2 marta 1,6 degan. Buni hisoblashni amalga oshiradigan bo'lsak, hozir kalkulyatorda men hisoblab ko'raman. 66 bo'lingan 1,6 va yana 1,6. 25,8. 25,8 tana vazni indeksi ko'rsatkichi chiqdi. Xo'p, bu ko'rsatkich nima degani? Bu ko'rsatkich bu odamni bo'yi va tanasi orasidagi mutanosiblik, ya'ni nisbati 25 ga teng ekan. Inson tana massasi normal hisoblanadi qachonki tana vazni indeksi 17 bilan 25 oralig'ida bo'lsa. Demak, 17 va 25 oralig'ida chiqadigan bo'lsa, sizda shu son. Bu sizni tana massangiz bo'yingiz uzunligiga mos keladi, ya'ni sizda ortiqcha vazn yo'q degan. Bordi-yu shu ko'rsatkich 25 bilan 30 orasida bo'ladigan bo'lsa, sizda ortiqcha vazn tashxisi qo'yiladi. Ortiqcha vazn 30 dan 35 gacha bo'lishi semizlikning birinchi darajasi deb baholanadi. Ya'ni birinchi daraja 35 va 40 orasida bo'lishi semizlikning ikkinchi darajasi deyiladi. Darajasi 40 dan yuqori bo'lishi endi kritik holat deyiladi va bu semizlikni 3-darajasiga to'g'ri keladi. Demak, bu akamizda 25 dan ozgina yuqoriroq chiqdi. Bularda demak ortiqcha vazn sifatida ko'rilishi mumkin. Lekin doim ham mana shu ko'rsatkichning yuqori bo'lishi ortiqcha vazn yoki semizlik kategoriyasiga kirmaydi. Tasavvur qiling, shu akamizni mushak massalari haddan tashqari yuqori bo'lsin. Ya'ni ularning vaznlari 70 kilogrammga chiqsin, faqatgina sport bilan shug'ullanish yoki ortiqcha muskul massasini yig'ish hisobiga bo'lsin. Va bunaqangi holatlarda biz bu odamni semiz yoki ortiqcha vazn kategoriyasiga kirgiza olmaymiz. Va aksincha massaning mushak massasi hisobiga ortganini bilan bu narsani tushuntirishimiz mumkin. Endi ikkinchi holat, sizda aytishingiz mumkin. Men o'zimda hisobladim, bitta son chiqdi. Qanchaga vaznim ortiqcha degan savolga javob berish uchun quyidagi ishni amalga oshiramiz. Misol uchun, xuddi 1,6 metr uzunlikka ega bo'lgan odam vazni 66 kilogramm emas, 80 kilogramm bo'lib ketsin, 80 kilogramm bo'lsa, bu odam qancha vazn yo'qotishini hisoblash uchun taxminan 25 tana vazn indeksini maqsadli ko'rsatkich sifatida olamiz. Bu degani 1,6 metr uzunlikka ega bo'lgan odam 25 tana vazn indeksiga ega bo'lish uchun qancha vaznga ega bo'lish kerak degan savolga javob beramiz. Buning uchun 1,6 metrni kvadratni ko'paytirib 25 tana vazn indeksiga ko'paytiramiz.
va chiqqan sonni yozamiz. Demak, hisoblashni amalga oshiramiz. 1,6 ko'paygan 1,6 ko'paygan 25. Hisoblash jarayoni bir qancha murakkab bo'lib ketdi, lekin hozir tushuntirib beraman. Demak, bu odamning tana vazni 64 kg bo'lganda, tana vazn indeksi 25, ya'ni normaning yuqori chegarasiga to'g'ri kelardi. Bizni shartli ravishda olgan misolimiz 80 kglik odam turibdi. Endi u normaga qaytish uchun 64 ga tushish kerak. Oradagi farq 16 kg. Ya'ni ushbu odam 16 kg ortiqcha vaznni o'zi bilan ko'tarib yuribdi. Yana bitta boshqa misol olamiz bo'lmasam, 170 cm yoki 1,7 metrga teng bo'lgan odam bo'lsa, shu holatda 1,7 ni kvadratini 25 ga ko'paytiramiz va bu holatda chiqadigan son shu odamni tana vazn indeksini yuqori chegarasi hisoblanadi. Ko'paytirilgan 25. 72 kg. Shu odam, ya'ni 170 cm uzunlikka ega bo'lgan odam vazni nechi bo'lishidan qat'iy nazar, misol uchun 100 bo'ladimi, 80 bo'ladimi, 90 bo'ladimi, 72.3 ga qaytishga harakat qilish kerak. Shunda u normani yuqori chegarasiga tana vazn indeksini keltirgan bo'ladi. Xo'p, umuman olganda, men o'ylayman sizlarga ma'lumotlar tushunarli bo'ldi. Faqat bir ikkita nyuanslar bor. Semizlikni baholash uchun boshqa parametrlardan ham foydalanadi. Misol uchun, santimetroviy lenta, chevar lentasi deb aytadigan holat, bel aylanasini o'lchash uchun ishlatiladi. Tana vazn indeksini o'lchadingiz, semiz kategoriyaga kirdi. Lekin belingizni o'lchaganingizda semiz kategoriyaga kirmasa, sizda katta ehtimollik bilan yog' hisobiga emas, muskul hisobiga vazn ortgan bo'lishi mumkin degan. Erkaklarda 102 cm dan bel aylanasi uzunligini uzun bo'lishi ularni bel atrofida ortiqcha yog'ni to'planganligidan ishorat bo'ladi. Ayollarda bel aylanasining 88 cm dan ortib ketishi ularda semizlikka ishorat degan bo'ladi. Demak, ikkita komponentni bitta tana vazn indeksini, ikkinchi holatda bel aylanasi uzunligini hisoblash bizga yordam berar ekan. Bundan tashqari yana ko'plab parametrlar bor. Ya'ni chanoq aylanasini bu uzunligiga nisbati kabi ko'rsatkichlar bor. Qondagi qon miqdori ko'rsatkichlari bor. Umuman metabolizm tezligi kabi xususiyatlar bor. Lekin mana shu ikkita ma'lumotni bilgan holatda siz o'z tana vazningizga klinik jihatdan tasdiqlangan ma'lumotlar asosida to'g'ri baho berishingiz va o'zingizning maqsadingizni, birlamchi maqsadingizni aniqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, agar sizga nimadir tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, videoni qayta ko'ring yoki qo'shimcha savollaringiz paydo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Shunaqangi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Agar sizda yoki sizning tanishlaringizda ortiqcha vazn holati, ya'ni semizlikdan aziyat chekish kuzatilayotgan bo'lsa, men sizlarga sog'lom ozishga yordam beraman. Buning uchun quyidagi havola orqali yoki quyidagi raqamlar orqali menga murojaat qilishingiz mumkin.